Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Kombayn haqida qisqacha ma'lumot beramiz yana. Kombayn bu Fendt brendi ostida ishlab chiqarilgan kombayn. Qisqacha texnik xarakteristikalar bilan tanishtirib o'tsak, mana oldidan jatkasida o'radigan qismidan boshlasak, o'rish eni 6 metr. 6 metrlik jatka. Keyin mana ustida buni motovilani harakati gidravlik. Mana oldiga surish, aylantirish ham nari tomondan ko'rsangiz bo'ladi. Aylantirish gidravlisiga amalga oshiriladi. Bu degani o'sha aylanish tezligini boshqasini remen chiqib ketdi yoki sep uzildi degan masala bo'lmaydi va reaksiyasi juda tez bo'ladi. Undan keyin kombayn bug'doyni o'rib ichkariga olgandan keyin mana buni kanallarda endi hozir bu yerda ko'rish sal qiyin. Ko'ndalang qo'yilgan plankalari 3 qator alohida qilib qo'yilgan. Ya'ni o'sha kelgan massani bir xilda barabanga uzatib berish uchun. Bundan keyin ichkariga kirgandan keyin ikkita baraban turadi. Ikkita baraban bittasini agar nimani quruqligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bug'doy o'rganda bittasini ajratib qo'ysa bo'ladi. Agar namroq sharoit bo'ladigan bo'lsa yoki misol uchun shola uradigan bo'lsak, bunda ikkinchi barabanni qo'shsa bo'ladi. Buning uchun barabanning aylanish tezligi, keyin podbarabaniya deymiz. Keyin yana eleyni nimalari, nastroykalar hammasi kabinada amalga oshiriladi. Mana orqa tomonda somon chiqib ketishda mana ko'ryapsizlar, izmilchitil qo'yilgan. Izmilchitil misol uchun shola o'rganda poxoli kerak emas, shu yerga o'g'it bo'lsin aralashtiramiz deyilsa, izmilchitil qo'shiladi, juda mayda qilib yerga bir xil sochib beradi. Ya'ni u faqat orqasiga to'g'riga tushmaydi, mana nimalari bor, yollariga o'sha 6 metr o'rgan joyiga bir xilda sochadi. Bundan tashqari mana orqada elay nima qilgan joyda mana ikkita ventilyator bor. Mana bu mana pastga tushirib ko'rsatishdi bolalar. Bu ham o'sha boshog'ini chiqadigan don ajralib chiqqandan keyin qolgan o'sha nimalarni, отходlarni yon tomonga sochib beradi bir xilda. Keyin mana orqasida ham parkovning ustida kamera qo'yilgan. Bundan tashqari kombaynning o'zini orqasida ham kamerasi bor. Bu kameralar albatta ichidagi monitorda ulanadi. Kombayn bilan manevr qilgan paytda juda ham asqotadi. Bundan tashqari mana smaska qilish, buni texnik xizmat ko'rsatish ham juda qulay qilib ishlangan. Barcha mana smaska qilinadigan joylari yon tomoniga chiqarilgan. Mana bu yerda har bitta smaska qilinadigan nimani ustiga soatlari yozib qo'yilgan. Keyin mana dala sharoitida ichini bir qator texnik ko'rik yoki biron bir ish qilish uchun mana ochilsa, mana bu yerda alohida o'zini lampasi bor. Kechki sharoitlarda ham bu yerdan o'sha nimasini lampasini yoqsa, bemalol bu yerda nima bo'layotganini oson ko'rib ishlash mumkin bo'ladi. Endi bunkeri 8600 litr. Aytgandek 6 metr jatka bilan, keyin yana eng muhim tomoni oldi orqasi tortadigan kombayn. Ya'ni sal namroq sharoitlarda ham bemalol yuradi. Bundan tashqari kombaynni alohida sholiga moslangan barabani ham bor. Bu birga qo'shib beriladi. Ot kuchi 246 ot kuchi motor Akko Power, ya'ni Fendtning o'zini motor zavodida chiqqan Akko Power motor bilan jihozlangan. Bu yil kombaynni O'rtachirchiq tumanida Toshkent viloyati Agrover xo'jaligida 8 ta kombaynni dalaga solishdi, hali dam ko'tarilmagan paytda, shudring ko'tarilmagan paytda, o'sha paytda o'sha xo'jalikning o'zidagi 2-3 ta kombaynlar soat 10 gacha 11 gacha kutardi. Buni soat 8 da ham solishdi. Orqasida batareyani ko'rganda umuman batareya bo'lmadi. Sababi ikkita baraban, ikkinchi baraban ham qo'shilib nima qilganda, o'sha ichidan, boshog'ining ichidan donlarni qoldirmay chiqarib olyapti. Nima? Bug'doy. Sholinchi? Sholida ham alohida baraban qo'yiladi. Hali sholida nima qilmadik, chunki uning uchun baraban almashtirish kerak bo'ladi. Uni kim almashtiradi? Uni bizning servisning bolalari almashtirib